Qor so'rayotgan qadrdonim, bugungi sana 17-yanvar -7 daraja sovuq. Bunaqa sovuqda sayohatga chiqqaningizda qiynalmaslik uchun sizga 3 ta maslahat beraman. Uchinchisi eng asosiysi. Birinchisi, imkon qadar qo'njli, qalin saboi kiying, imkoni bo'lsa uni ichida massasi ham bo'lsin. Bu nimaga kerak deydiganlar, biz o'rmonga kirganimizda tizza bo'yi, bel bo'yi qorlar bor. Bemalol harakatlanishingiz uchun bu sizga as qotadi. Ikkinchi maslahat, kvadratskiy uchas, otminas, yana shunga o'xshagan ko'ngilochar o'yinlar. Buning uchun bosh kiyimni esingizdan chiqarmang. Bu joyda olibtagarchilik ketmaydi. Eng asosiy uchinchisi bo'lsa, biz tavsiya qilayotgan mahsulot ko'pchilikda hojat muammosi bezovta qiladi. Bu mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin sizdagi yengil hojatlar o'z-o'zidan bartaraf bo'ladi. Pastda ushbu mahsulot ishlab chiqaruvchilar nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olsalar ham bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.